Assalomu alaykum, hurmatli futbol ixlosmandlari va futbolga qiziquvchilar. Mana hozirgi kunda xabaringiz bor, butun dunyo futbolga qiziquvchilarining diqqat e'tibori, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, Meksika va Kanadada bo'lib o'tayotgan jahon chempionatiga qaratilgan. Ya'niki bu dunyo ya'ni futbol tadbirida bizning milliy terma jamoamiz ham ishtirok etmoqda. Demak, kechagi bo'lib o'tgan o'yindan keyingi ayrim fikrlar yangramoqda. Ya'ni terma jamoaga nisbatan aytaylikki, bu yaxshi emas. Ya'ni millat terma jamoasi, vatan terma jamoamizning har qanday holatidan qat'iy nazar biz terma jamoamizga muxlislik qilishimiz kerak. Bunday mundialga yetib borishimizning o'zi bu katta natija. Ya'ni bu kuchlilar ichida o'sha yerda qatnashib, o'sha jahon chempionati havosini his qilishni o'zi bu katta baxt. Ya'ni biz aytaylik 7-8 yoshimizda futbolni tushunib, futbollarni ko'rib yurgan bo'lsak, aytaylik 30 yildan beri o'sha terma jamoamizni jahon chempionatiga chiqishini, borib o'shalar kuchlilar qatorida bo'lishini istagan yosh toifasidagi insonlarimiz, ya'ni ko'p narsani erta xohlayapmiz terma jamoamizda. Ya'ni ular qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Mana shu yosh toifasidagi milliy terma jamoamiz terma jamoalar ichida eng kuchli bo'lib turib, mundialga o'sha berilgan kvotalarni haqli ravishda olib chiqdimi, bu yoqda ham ertaga bo'ladigan o'yinlardan qat'iy nazar milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Shu vatan terma jamoasi bu. Har qanday holatda jamoamiz bilan birga bo'lishimiz kerak. Albatta, har bir insonning o'zining shaxsiy fikri bor, hamma o'zining shaxsiy fikrini ifodalash huquqi bor, lekin baribir ham millat, vatan taqdiri oldida xalq birlashib terma jamoani qo'llab-quvvatlash kerak. Milliy terma jamoamiz a'zolariga omad tilaymiz. Biz sizni har qanday o'yindagi natijalaringizni qo'llab-quvvatlaymiz. Biz siz bilan birgamiz. Ya'ni endi aslida sizga aql o'rgatishga biz aqlli emasmiz-u, lekin o'zingiz xohlaganday har qanday bosimlarni ortga tashlab shunchaki futbol o'ynang, mazza qilib, Xudo xolasa yuzimiz yorug' bo'ladi. Jahon chempionatida yaxshi taassurotlar qoldirish bizning vazifamiz. Albatta, jahon chempioni bo'lishni hamma ham xohlaydi, biz ham xohlaymiz, lekin bu jahon chempionatidan bizni asosiy maqsadimiz jahon chempionatida O'zbekiston degan davlatning o'sha tarixiga kirib, jahon chempionati tarixiga kirib, yaxshi taassurot qoldirib kelish kerak. Natijalar shu yuqori o'rta darajada bo'lsa ham bo'ladi degan umiddamiz. Ya'ni Portugaliyani 5-0 ga yutamiz degan natija bo'lmasa ham shu maksimal darajada o'yin ko'rsatishni o'zi bu yuqori daraja. Buni albatta terma jamoa murabbiylari ham hamma bilib turibdi. Shuning uchun O'zbekiston terma jamoasini ertaga 8-iyunda bo'lib o'tadigan o'sha Niderlandiya terma jamoasi bilan bo'ladigan o'yinda qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta, jamoa juda ham kuchli, yaxshi raqib tanlangan. Undan keyingi shu final bosqichi boshlanadi. Undan keyingi o'yinlarda barcha terma jamoalar bilan bo'ladigan o'yinda qo'llab-quvvatlaymiz. Har qanday natija bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekiston terma jamoasiga muxlislik qilamiz. Aytaylik, dunyoda 250 dan ortiq mamlakat bor va shu mamlakatlar orasida, demak, mana shu 48 ta mamlakat saralanganlar ichida bo'lib turibmizmi? Buni o'zi ham bu katta natija. O'ylaymanki, biz mana shu 200 taning ichida qolib ketmadik-ku. Shu 48 ta mamlakat ichida qolib ketdik. Terma jamoamizga omad. Olg'a O'zbekiston. Sog' bo'linglar.